Bugun men sizlarga Notion AI orqali cloudni pulli funksiyalarni ishlatish yo'llarini o'rgataman. Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. Avvalambor, assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Demak, buning uchun dastlab meni Telegram kanalimga kirib olishingiz kerak, chunki bu yerda kerakli fayllar bor. Telegram kanalim pastdagi havolada jo'natib qo'yaman. Telegram kanalimda mana shunga o'xshagan, ya'ni oxirgi postim bor. Post ichiga kirasiz. Post ichiga kirasizda bizda notion.com degan saytga kirib olishingiz kerak. Mana shuni kopirovat qilasiz va mana bu yerga tashlaysiz. Ixtiyoriy brauzerga tashlaysiz do'stlar. Bu yerdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tib olish juda ham oson, qiyin emas. Ekranimiz ochiladi. Bu yerdan Google orqali ro'yxatdan o'tib olamiz. Ya'ni meniki adashmasam shu ixtiyoriy bittasidan o'tib olamiz. Tasdiqlash kodini so'rayapti. Tasdiqlashning boshqa usullari. Xo'p. Sizlarda so'ramasligi mumkin. Menda anchadan bir bu akkauntimni ishlatmaganimga so'rayapti, shuni hisobiga. Xo'p. Bu yerda hech qanday sizlardan kod so'ramaydi, chunki agar akkauntingizga to'liq kirib olgan bo'lsangiz, Google akkauntingizga hech qanday kod so'ramaydi. Men akkauntimga to'liq kirib olmaganim hisobiga kod so'radi do'stlar. Demak, biroz kutamiz. Ro'yxatdan o'tish boshlanadi va mana ro'yxatdan o'tib oldik. Mana bu yerdan belgilaymizda ishni boshlaymiz. Work for school farqi yo'q, qaysi birini bossangiz ham. Skip for now. Hop. Demak, ro'yxatdan o'tib oldik. Nimalarni hamma narsasidan o'tib oldik va ishchi oynamiz ochiladi. Mana shu ishchi oynaga endi biz mana bu narsalarni Office Store 7 funksiyalarini ishlatish uchun, ya'ni buni pulli versiyasini ishlatishimiz uchun mana bu yerda hozir ko'rsataman. 1 oylik pulli versiyasi ham bor. Qanday qilib ro'yxatdan o'tib olishni ko'rsataman. Xo'p, Home'ga o'tamiz. Hozir Hop. Biz bu narsani freesida turibmiz, ya'ni freeni qaydan bilsa bo'ladi, buni hozir ko'rsataman. Uning uchun mana bu yerdan akkauntimizga kirib olamiz, ya'ni settings bo'limiga. Settings bo'limidan upgrade plan qiladigan bo'lsak, freeda turibdi mana. Plus ham bor, free, ya'ni free tarafida turibdi. Buning uchun biz mana shu narsani 1 oyga cho'zdirishimiz mumkin. 1 oyga pullik versiyasini oshirishimiz mumkin. Ya'ni $24likni 1 oyga fake kartalar orqali ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin. Yana Telegram kanalimizga qaytamiz va mana shu yerdan mana shu saytni ustiga bir marta bossangiz kopirovat bo'ladi va bu yerdan mana shu joyga tashlaysiz. Xo'p, do'stlar, bu yerda mana shunga o'xshagan oyna ochiladi. Buni Google ga tashlamang. Google ga tashlasangiz bu sayt ochib bermaydi sizga. Mana shu silka bor joyga tashlaysiz va mana bu yerdan Advanced bosib tanlab qo'yasiz. Bu yerdan mana bu narsani olasiz. Ya'ni 62, 60 degan narsani mana shu yerga tashlaysiz do'stlar. Tashlaysiz va format qizig'i yo'q bizga. Bu yerdan masalan iyun tanlaysiz, o'zingiz fake Visa karta yasab olasiz. Hop, 30 tanlaylik. Bu yerda masalan 129 desak bo'ladi. Farqi yo'q, 50 ta qo'yaylik. United States va generate qilasiz. Mana do'stlar, bizga fake Visa karta yasab berdi. Buni biz mana shu joyga kiritamiz. Agar birinchisi ishlamasa, ikkinchisini kiritishga harakat qilamiz. Birinchisida yo'q ishlaydi, xudo xolasa. Hop, bu yerda kart degan joyga kart mana shuni yozamiz. Va keyingizga o'tamiz. 0630 ekan. 0630 va biz necha qildik? 129 qildik SSVni. 129 va O'zbekiston deymiz. Bu yerga ixtiyoriy nomerni kiritib qo'ysak bo'ladi. 91lik. Masalan, 369 12 25. Mening nomerim emas bu.
Hop va ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Hop, oyligini bosamiz, mana shu yerga bosamiz va biznesni sotib olamiz. Biroz kutamiz. Complete payment. Not process. Buni o'tdi. Hozir $24 mana o'rtoqlar ko'rib turibsizlar. Bu yerda xatolik chiqargan taqdirda ham bu nima qildi? $24 o'zgardi. Tarifini yana bir tekshirib ko'ramiz. Settingsga o'tamiz. Mana do'stlar, biz hozir ko'rgan narsamizni tarifini o'zgartirib beribdi menimcha. Xo'p. Generalga o'tamiz. Bu yerdan billing o'tamiz. Mana o'rtoqlar, hozir tarifimizni ko'rib olishimiz kerak. Tarifimizni boya ko'rgan joyimizdan ko'rib olishimiz kerak. Ya'ni bizda 1 oylik tarifga o'tgan bo'lishi kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz yana bir bor. Mana business plan, ya'ni 1 oyga mana business planga o'zgaribdi do'stlar. Business plan, ya'ni $24 tarifi biz fake karta orqali sotib oldik. Buni maza qilib 1 oy ishlatishimiz mumkin. Nima uchun bu narsa kerak? Chunki hammada ham $24 pul topilavermaydi. Shuni hisobiga agarda siz buni ishlatmoqchi bo'lsangiz, ba'zida shoshilinch nimalar kerak bo'lib qolsa, bemalol shunday qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yo'l harommi, halolmi degan savollar kelyapti. Buni menimcha ilmni nima qilsangiz hech qanday nimasi yo'q. Bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Chunki bu sizdan ham boshqa juda ham katta foydasini olib, narsasini qilib yotibdi bular. Mana shu yerdan mana endi bemalol Opus'ni nimalarini tanlab ishlatishingiz mumkin. 1 oyga bemalol biznes tarifini ishlatib, salom berib ishlayverasiz. Salom. Ishlatib ko'ramiz. Bu yerdan imkoniyatlar bor, fayllarni yuklash bor, rasmlarni bor, hamma imkoniyatlar, rasm chiqarib beradigan, nima qiladigan hammasini imkoniyatlari bor. Bemalol bu yerga rasm tashlasangiz ham bo'ladi. Men oldin ikkita nimalarni, repozitoriy va hokazo ozgina murakkablik jihatlari bor edi. Bu unchalik murakkab emas. Oddiygina Notion'dan o'tasiz va fake Visa kartani kiritasiz, birovga ishlatasiz. Sizdan hech qanaqangi Visa karta, hech qanaqangi narsa so'ramaydi. Keyingi nimasida boshqa akkaunt ochasizda bemalol ishlataverasiz. Bugungi video darsim tugadi. Agar bu sizga yoqqan bo'lsa, bittagina like bosib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hay.